Yomg'irli kechada meni yolg'iz notanish odam topib, uyiga ishga olib borganining to'liq hikoyasini tinglang. Salom do'stlar, mening ismim Priyanka va men IT kompaniyasida ishlayman. Men juda chiroyli qizman. 25 yoshdaman. Men hali ham turmush qurmaganman, lekin bir muncha vaqtdan beri bizning kompaniyamizda ishlaydigan Rohan meni yoqtira boshladi. Ikkalamiz ham birga ishlardik va bir-birimiz bilan ko'p vaqt o'tkazardik. Menga ham Rohan yoqishni boshladi. U juda xushchaqchaq va doim xursand edi. Men u bilan vaqt o'tkazishni yoqtirardim. Ba'zan ikkalamiz ham birga ovqatlanish uchun restoranlarga borardik. Bir yil ishlagandan so'ng Rohan menga turmush qurishni taklif qildi va "Priyanka, men seni seva boshladim. Sen juda go'zal va jozibalisan. Sen mening hayotimga kirib kelasan va hayotimni yaxshilaysan. Menga uylanasanmi?" dedi. Men uning taklifiga xursand bo'lib, "Ha" dedim va u mening uyimga munosabatlar uchun keldi. Mening butun oilam uni juda yoqtirishdi. U aynan ota-onam xohlagan yigit edi. Rohanning oilasi ham meni yoqtirishdi. Ikkala oilamizning roziligi bilan nikohimiz tuzildi. To'y sanasi 20 kundan keyin edi. Uyda to'yga tayyorgarlik qizg'in davom etayotgan edi, lekin men hali ham ofisga ketayotgan edim. To'ydan 2 kun oldin ta'tilga chiqishni o'yladim, chunki xususiy kompaniyada ta'til olish biroz qiyin. Ota-onam tayyorgarlik haqida xavotir olmang, hammasi yaxshi bo'ladi deyishdi. Shuning uchun men xotirjam edim va oilam barcha tayyorgarliklarni ko'rayotgan edi. Akam doim meni masxara qilardi, lekin endi hayotimda yangi bir muhit paydo bo'lishidan juda xursand edim. Yolg'iz hayotimda endi sevgi va har bir insonga kerak bo'lgan narsalarni olaman. Endi men doim Rohan haqida o'ylardim. Har kecha Rohan menga qo'ng'iroq qilib, to'y kechasi haqida gapirib berardi va men shu fikrga berilib ketardim. Ofisimdagi odamlar ham ikkalamizni masxara qilishardi. Hammasi yaxshi ketayotgan edi, lekin hayotimda yangi bo'ron kutayotgan edi. Men bundan umuman bexabar edim. Bir tomondan men Rohan va yangi hayotimni orzu qila boshladim. Ikkinchi tomondan hayotimda zilzila bo'lishi mumkin edi va men bu meni shunday yo'q qilishini bilmasdim. Bir kuni Rohan kasal bo'lgani uchun ofisga kelmadi. Shu sababli ofisda ko'proq ishlashim kerak edi. Ishni tugatganimda soat 22:00 bo'lgan edi. Uyga ketishga juda kech bo'lgan edi. Tezda sumkamni olib tashqariga chiqdim. Keyin ko'chada mashina kuta boshladim. Lekin keyin ob-havo yomonlasha boshladi va yomg'ir yog'a boshladi. Turadigan joy yo'q edi. Shuning uchun yomg'irda ho'llana boshladim. Kech bo'lgani uchun mashina olmadim. Uzoq vaqt mashina kutdim. Endi turishdan zerikib ketayotgan edim. Juda ho'llana boshladim. Shu payt oldimda bir mashina to'xtadi. Bir yigit mashina oynasidan "Mashinaga kiring. Agar yomg'irda tursangiz, kasal bo'lib qolasiz" dedi. Men uni tanidim, chunki u mening ofisimda emas, balki ro'paramdagi ofisda ishlayotgan edi. Liftga ketayotganimda va tushayotganimda u bilan ko'p marta ko'rganman. Liftda u bilan yolg'iz qolganimda u menga jimgina qarab qo'yadi. Bir safar ishdan keyin mashina kutayotgan edim. Bir yigit oldimga keldi va u ham shu kuni menga olib ketishni taklif qilgan edi. Lekin keyin Rohan u yerdan velosipedi bilan keldi va men uning bilan birga bordim. U bizni anchadan beri kuzatib yurgan edi, lekin bugun Rohan yo'q edi va bu bola yana menga olib ketishni taklif qildi. Men notanish odamdan mashina olish to'g'ri deb o'ylamadim. Shuning uchun unga yo'q dedim va rahmat aytdim, lekin mashinani kutaman dedim. Shu payt yigit yugurib chiqib, soat 23. Bu vaqtda hech qayerga mashina ololmaysiz. Ob-havo juda yomon va bu vaqtda qizning yolg'iz turishi xavfsiz emas. Iltimos, mening bilan yuring dedi. Endi u mening javobimni kutib turardi. Menimcha u haq edi. Kech bo'lgan edi va yomg'ir to'xtamadi. Shuning uchun men uning mashinasiga o'tirdim va o'tirdim. Mashinaga o'tirgandan keyin u "Mening ismim Akash. Sizning ismingiz Priyanka, to'g'rimi?" dedi. Men hayron bo'lib, "Mening ismimni qayerdan bilasiz?" dedim. U jilmayib dedi. "Men sizni anchadan beri bilaman, lekin siz meni paymalagan bo'lmagan bo'lishingiz mumkin. Yomg'ir tufayli yo'llar suv ostida qoldi. Mashina uzoqqa bora olmadi." "Akash, Priyanka, mening uyim bu yerdan juda yaqin. Yo'l ochilguncha mening uyimga borishingiz kerak. U yerga borib kiyimlaringizni quriting, aks holda shamollab qolasiz" dedi. Boshqa choram yo'q edi. Men uning uyiga bordim. Akash menga ko'ylagi va shimlardan birini berdi va "Mana buni kiyin" dedi. U uydan chiqib ketgan edi. Men tanamni artdim va keyin oldimdagi fenni ko'rdim. Avvaliga ho'l sochlarim quruq emas deb o'yladim. Sekin-asta sochlarimni qurita boshladim va sochlarimni quritish biroz ko'proq vaqt oldi. Keyin barcha ho'l kiyimlarimni yechib, tanamni qurita boshladim. Shu payt bola uyga kirdi. O'sha paytda men hech narsa kiymagan edim. Boshimdan oyog'imgacha butunlay yalang'och edim va u meni shu holatda ko'rdi.
Bir lahza u menga qarab turdi, lekin keyingi lahzada u uzr so'radi va eshikni yopdi. Keyin mening ahvolim juda yomonlashdi. Yosh bola meni shu holatda ko'rdi. Men tezda ko'ylagimni kiydim, lekin uning shimlari menga to'g'ri kelmadi. Shuning uchun o'zimni sochov bilan o'radim. Keyin tashqariga chiqqanida u "Kechirasiz, lekin men eshikni taqilladim-ku. Nega javob bermadingiz?" dedi. Keyin u eshikni taqillaganini esladim va quritgichning ovozi tufayli uni eshita olmaganimni, bo'lgan voqea mening aybim ekanligini aytdim. "Shimlaringiz menga to'g'ri kelmaydi" dedim. U "Xavotir olmang, kiyimlaringizni kir yuvish mashinasiga solib qo'ydim. Ular butunlay quriydi. Yarim soat vaqt ketadi. Shundan so'ng kiyimlaringizni kiyib uyga bemalol keta olasiz" dedi. U menga kiyimlarimni quritishga ruxsat berdi. Keyin u "Keling, ovqat tayyorlaymiz. Siz ham yeyishingiz mumkin" dedi. Ikkalamiz ham oshxonaga bordik va u omlet va choy tayyorlashni boshladi. Ovqat tayyor bo'lgachda ikkalamiz ham ovqatlanishni boshladik, lekin men bolani kuzatib turganini payqadim. Keyin ko'ylagimning yuqori tugmasini yechganimni va u mening tanamga qarab turganini esladim. Buni anglashim bilan u menga juda yaqinlashdi. U ko'ylagimning tugmalarini bosa boshladi. Shu payt nafasim juda tezlashdi va uning nafasi ham juda tezlashdi. Bu bolaning yuzidan qanchalik kelishilga yukligini ko'rdim. U "Senga pijama beraman, sen kiyin" dedi. Shuni aytib u menga pijama olib keldi. Men pijamamni almashtirish uchun xonaga bordim, lekin yana eshikni yopishni unutganim haqidagi noma'lum bir fikr meni o'ylantirib qo'ydi. Sochovni yechdim va tagiga hech narsa kiymadim. U meni kuzatib turdi. Pijamamni kiyib olmagunimcha u yonimga kelib, meni quchoqlab lablarimdan o'pa boshladi. Men maftun bo'ldim. U meni karavatga yotqizdi. Ikkalamizning nafasimiz tezlasha boshladi. U qayta-qayta o'pa boshladi va men uning sevgisida erib ketdim. Hech narsani sezmagan holda qanday mastigay tarqalganini bilmadim. U meni o'pib, ko'ylagimning tugmalarini yecha boshladi. Hech qanday yigit meni birinchi marta o'pmagan. Ruhin shu paytgacha hech qachon o'pmagan. U shunchaki qo'limdan ushlab turardi. Ruhinni eslashim bilan turmushga chiqayotganimni esladim, lekin endi bu hayajonli sayohatning o'sha lahzasiga yetib keldimki, o'zimni to'xtata olmadim. U ko'ylagimning barcha tugmalarini sekin ochdi. Men uning sevgisiga chuqur sho'ng'inib ketdim va yarim soat davomida aqlimizni ozgunimizcha sevishdik. Lekin keyin to'satdan nima qilayotganimni esladim. Buni o'ylab ko'zlarimdan yosh chiqdi. Men "Nima qilayapsan? Men seni tanimayman" dedim. U "Men Akashman. Akash Sinxaniya." Bu ismni eshitib hayron qoldim, chunki yonimdagi ofisning bosh direktori Akash Sinxaniya, ya'ni u juda boy bola. Men "To'xtang va boshqa hech narsa qilmang" dedim. Garchi o'zimni to'xtata olmasam ham, ehtimol u ko'zlarimdagi qurolni ko'rib, to'xtab xonadan chiqib ketdi. U chegarasidan o'tmadi va mening sha'nim o'tun edi. Men tezda o'rnimdan turib, ho'l kiyimlarim quruq ekanini ko'rdim. Tezda kiyimlarimni kiyib tashqariga chiqdim. Akash menga qaramayotgan, lekin men uni bilan gaplashmoqchi edim. Menga qaramasdan "Yuring Priyanka, sizni uyingizga tushirib qo'yaman" dedi. Ikkalamiz ham mashinada o'tirdik. Men Akashning meni bilan gaplashishi, oramizda bo'lgan voqealar haqida biror narsa aytib berishini xohlardim, lekin u menga qaray olmadi ham. U uyim yonida to'xtab, "Agar xohlasangiz soyabonni olib keta olasiz" dedi. Men unga qara boshladim. Keyin u sumkasini ochib, kartasini berdi. Men kartani qo'limga oldim va uning biror narsa deyishini kutdim, lekin u jim qoldi. To'satdan menga nima bo'lganini bilmadim, unga yaqinlashib lablaridan o'pdim. U menga mehr bilan tikilib turardi. Mashinadan tushib uyga yo'l oldim. Yarim soatcha yotoqxonamga borgandan so'ng bugun nima bo'lganini o'ylaya boshladim. O'sha paytda uning kartasida telefon raqami yozilgan edi. O'ylamasdan uning raqamini terdim. Akash telefonni ko'targanida men Priyankaman dedim. Men ham shu haqida o'ylayapman. To'shagimda yotib, o'sha xotiralarga berilib ketayapman. Bu mening hayotimdagi eng go'zal lahzalar edi. Yuragimda nima bo'lganini, Akashga qanday tortilish meni o'ziga tortganini bilmadim va bularni barchasini o'ylab uxlab qoldim. Ertasi kuni ertalab uyg'onganimda Akashga mobil telefonimga "Xayrli tong" xabarini yubordim. Bugun shanba edi va bizda ta'til ham bor edi. Bu shuni anglatardiki, men bugun Akashni ko'ra olmayman. U darhol "Bugun nima qilyapsan?" deb javob berdi. Bugun to'yga xarid qilishim kerak edi, lekin unga bugun bo'sh ekanligimni yozdim. Sevgimi yoki boshqa narsami bilmadim. U "Tushlikka uyimga kel, soat 12 ga kel, men tushlik tayyorlayman" deb yozdi. Soatga qaradim va soat 10 edi. Tezda tayyorlanib ota-onamga yolg'iz xarid qilishimni aytdim. Bugun Ruhin bilan uchrashishim kerak edi, lekin undan oldin Akash bilan uchrashmoqchi edim.
Oramizda bo'lgan hammasi hayotimda xuddi shunday zilzila keltirib chiqardi. Men o'ziga tortildim va soat 12da uning uyiga yetib oldim. Meni ko'rib u jilmayib, ichkariga taklif qildi. Ovqat tayyor, avval ovqatlanib keyin gaplashamiz dedi. Ovqatlanib bo'lgachda men Akash, qarang, kecha bo'lgan voqealar qanday sodir bo'ldi? Mening nikohim tuzilgan va to'yim 19 kundan keyin edi. Mening so'zlarimni eshitganida yuzida g'azab aniq ko'rinib turardi. Go'yoki u meni yo'qotishni istamayotganday. U meni sevarmidi? Shuni aytib yerdan keta boshladim. To'satdan u qo'limdan tushlab, agar xohishingiz o'zgarsa, men sizni kutaman dedi. Uning ko'zlarida o'zimga bo'lgan muhabbatni ko'ra oldim. Bir tekinishi bilan butun tanamda qandaydir titrash boshlandi. Nega men bunchalik vaziflashib ketayotgan edim? Men darhol unga yaqinlashib, uni quchoqladim. U meni aqlimdan ozdirayotgan edi. Ko'p qiyinchiliklardan keyin men undan ajralib, yana ruhin bilan xarid qilish bilan band